Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yaqında Germaniyaning eng nopuzluq va eng inoat matbuotlarining biri hisoblangan Janubiy Germaniya gazetida Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Tayarkin va Qurultay yoshlar komitetining tashabbusi bilan Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan Uyg'ur yoshlar tashabbusi nomli tashkilotning raisi Asma Mamtamin xonimlar bilan o'tkazilgan chekinish tanlash emas nomli cho'ng hajmlik ziyorat xotirasi e'lon qilindi. Germaniyaning har qaysi sohalarining kuchli diqqatini qo'zg'agan va Germaniyadagi Uyg'ur aktivlari Xitoydagi Uyg'urlarni qo'llamoqda degan mavzu qo'shimcha qilingan bu ziyorat xotirasida bu ikki Uyg'ur qizining millionlagan a'zolari jazo lagerlariga qamalgan va irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylangan millatiga ega chiqish yo'lida ilib borgan siyosiy faoliyatlari tasvirlangan. Əsərgə musulmon asıllıqlardan bolğan Uyğurlar Germaniyanın ancha tonuşluq emas, Xitayda bolsa Uyğurlar ziyankeşlik uçurmaqda və tutqun qilinmaqda. 2 nəfər siyasi aktiv qız təhdidlərə qaramay Uyğurlarning haq-huquqini qoğdashning qandaq bolduğanlığını bayan qildi degan cümlə kirish söz qilingan. Çekinish tanlash emas nomli bu əsərdə Uyğurlarning jazo lagerlariga qamalib tartıyotgan xorliqlari, insonlarning buni irqiy qirg'inchilik deb atayotganligi, BDT'ning 2022-yili insoniyat qarshi jinoyat shakllantirishi mumkin deb doklad e'lon qilganligi eskartilgan. Shundaqla 20 millionlik nüfusga ega bu millatning 90%ning Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydigan zaminda yashaydiganligi, nurg'un kishilarning Uyg'ur bo'lishining taslik sababidan vatanni tark etib boshqa davlatlarga hijrat qilganligi, bu ikki Uyg'ur qizining ota-onasining mush sababga tabaligi ta'kidlangan. Əsərdə yana hazır Germaniyada 1500 dan ortiq Uyg'ur yashaydiganligi, bu Uyg'urlarning vataniga azob oqibat ichida qolgan o'z xalqiga ega chiqish yo'lida tirishchiliklar ko'rsatayotganligi, Zumrat Tayarkin va Asma Mamtamindan iborat bu ikki Uyg'ur qizining Xitoyning tahdidlariga qaramay o'z vatani uchun tinimsiz badallar to'layotganligi sharhlangan. Əsərdə Zumrat Tayarkinning Gayda BDT'da Gayda Yevropa İttifaqida o'z millati uchun tinim topmay harakat qilayotganligi, 18 yoshli o'quvchi Asmaning Uyg'ur yoshlar tashabbusi nomli tashkilotini qurib, o'z maktabida va ijtimoiy taratqularda Germaniya yoshlarini Uyg'urlar uchun safarbarlik keltirish tirishchiligini ko'rsatganligi tilga ilingan. Əsərdəki çekinish tanlash emas degan so'zni Zumrat Tayarkin aytgan bo'lib, u so'zda har bir Uyg'urning o'z vatani uchun xizmat qilish majburiyati borligini, vatan uchun kurash qilgan bu sabtdan yiroq turishning yaxshi tanlash emasligini ilgari surgan. U yana "Meni o'zimning Uyg'ur diasporasida yolg'iz emasligimdan ko'nglimga tasalli topman" deganlarni tilga olgan. Zumrat Tayarkin bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilganda, o'z millati irqiy qirg'inchilikka duch kelayotgan bundaq ichinishli bir vaziyatda mayli yoki ayol, mayli yosh yoki qari bo'lsin, har qanday Uyg'urning qo'lidan kelgan tirishchiliklarni ko'rsatib, Xitoy paydo qilgan bu ofatni yo'qotishga hassalar qetish, vatanning erkin ozodlik uchun to'kib qo'shish majburiyati borligini yana bir qatim ta'kidladi. Men uchun Uyg'ur bo'lish degan aktivist bo'lish kerak degan gap ikkisi bir o'xshash ma'no deb o'ylayman. Chunki hozirgi bunday og'ir bir irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda har bir Uyg'ur mayli nada bo'lishidan qat'iy nazar, mayli qancha yosh bo'lsin, mayli ayol kishi bo'lsin, er kishi bo'lsin, qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, hammamizning bir umumiy bir majburiyatimiz bor deb o'ylayman. Shunday o'ylagan chog'da hammamiz bir harakat o'talaymiz. Shunga hozirgi vaziyatda jim turmasligini, harakat o'tishni umid qilaman, chunki mushunda qilgan vaqtda anondan keyin o'zimizning erkinligimizga, vatanimizning erkinligimizga haqiqiy shaklda erisha olamiz. Germaniyaning Darmstadt shahrida matematik kasbida o'qiyotgan faoliyatchan Uyg'ur qizi Asmaning qo'l telefonining qipiga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin degan shiorni yozib olganligi asarda alohida tilga ilingan. Asma bugun bu xususda qilgan so'zida o'zining Uyg'ur yoshlar tashabbusi nomli tashkilotining ijtimoiy taratqularda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida ishlab tarqatgan ba'zi sin filmlarining ko'rilish qitim soni millionga yetgan. Mazkur asarda yana Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning Xitoy ziyorati mezgilida Uyg'urlar masalasini alohida tilga olganligi, jazo lagerlariga munosabatlik Xinjiang saqchi hujjatlarga o'xshash arxivlarning 2019-yildan boshlab ko'plab oshkorlanib, Uyg'urlarning navbatdagi qabohatli vaziyatining xalqaro taqim tonilganligi, ammo Xitoy hokimiyatining buni davomli inkor qilib, o'zlarining radikallikqa va asabiylikka qarshi turib kelayotganligini bozorga selayotganligi eskartilgan.
Uzundan buyon Uyg'ur masalasi ko'ngli bo'lib kelayotgan siyosat bilan shug'ullanishga boshlagandan keyinmi Turkiya parlamentida va xalqaro so'rinlarda Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yib kelayotgan Kelajak va Rafah partiyalaridan bo'lgan parlament a'zolarining Turkiya parlamentidagi mas'uli Selçuk Özdağapandi yaqinda parlament binosidagi ishxonasida Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilganda biz Turkiya parlamentida Sharq Turkistonliklarning ovozi va vijdoni bo'lamiz dedi. Selçuk Özdağapandi so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan zulm siyosati va irqiy qirg'inchilikni o'tgan yillarda sobiq bosh ministr Ahmet Davutoğlu qurgan Kelajak partiyasining muavin raisi bo'lish sifati bilan Turkiyada va xalqaro so'rinlarda anglitishga tirishganligini, bu yil 5 oyning 28 kundagi saylamda Turkiya parlamentiga kirgandan keyin ikki siyosiy partiya birlikda guruh qurib, Sharq Turkiston masalasini Turkiya parlamentida o'tirib qo'yayotganligini, oldimizgi kunlarda bu vaqtda boshqa davlatlar parlamentidagi o'xshash Turkiya parlamentida qaror ma'qullatishga tirishadiganligini ta'kidladi. Selçuk Özdağapandi ta'kidlab mundaq dedi: Sharq Turkiston biz turklarning ota yurtidir. Uyg'urlar hozir ona yurti bo'lgan Turkiyada turibdi. Sharq Turkiston masalasiga kelsak, bu masalaning siyosiy tarafi bor, madaniyat bilan chetishlik tarafim bor, insoniy tarafim bor. Biz Sharq Turkiston masalasida davomli Xitoyga chaqiriq qilib kelyapmiz. Biz davomli holda buni ta'kidlayapmiz. Xitoylar Xitoyda qandaq haq va huquq ega bo'lsa, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlar, shuningdek xristian va Budda diniga e'tiqod qilgan kishilarning o'xshash haq va huquqlarga ega bo'lish kerakligini ta'kidlab keldik. Selçuk Özdağapandi eskartib mundaq dedi: Uyg'ur turklarini kutayotgan xristianlar bor. Sharq Turkistonga Uyg'ur turklari ustuchiq turmada turmoqda. Xitoy bularning tili, dini va madaniyatini yo'q qilishga, ularni assimilyatsiya qilishga urinadi. Xitoy Sharq Turkiston azaldan mening zaminim, bu joyning yer osti va yer usti boyliqlari menga mansub da'vatidi. Ikkinchisi, Sharq Turkistondan ayrilib Turkiyaga, G'arb davlatlari va boshqa davlatlarga ketganlarni kutayotgan xristianlar mavjud. Chet eldagi Uyg'urlar bir tarafdan turmush halakchiligi bilan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'ur tilini va urf-odatlarini qo'g'dab qilish uchun tirishish kerak. Buning bilan birlikda o'z vatani bo'lgan Sharq Turkiston unutmasligi, Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun kurash qilish kerak. Til bir millatning madaniyatini avloddan avlodga davomlashtirishdagi muhim vositadir. Shun chet eldagi Uyg'urlar ona tilini unutmasligi lozim. Madaniyat degan nima degan vaqtimizda, madaniyat bir millat paydo bo'lgan kundan tortib bugungacha barpo qilgan hamma narsani o'z ichiga oladi. Eng muhimi, Sharq Turkistonliklar chet ellarda Xitoy zulmini anglatgandan sirt Uyg'ur kimligini qo'g'dab qilishga, Uyg'ur millatchilik ro'yini kuchaytirishga ahamiyat berish kerak. Selçuk Özdağapandi muxbirning Uyg'urlar milliy kimligini qo'g'dab qilish uchun nimalarni qilish kerak, Turkiya hukumati degan savolga javob berib, mundaq dedi: Uyg'urlar 5000 yillik tarixga ega. Uyg'urlar 5000 yildan buyon o'z muzikasini, tilini, san'atini, tarixini, binokorlik san'atini, yemak-ichmak madaniyatini va urf-odatlarini davomlashtirib kelmoqda. Buningdan keyingi avlodlarmi buni davomlashtirishi kerak. Uyg'ur turklari qaysi davlatda turayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, Uyg'ur kimligini, shundaqla Uyg'ur turklarini boshqa millatlardan ayirib turayotgan barliq omillarni unutmasligi hamda bularni avlodlarga o'rgatishi lozim. Türkiye Uyg'urlar bilan qarindosh davlat bo'lish sifati bilan turklar madaniyatining ayrilmas bir qismi bo'lgan Uyg'ur madaniyatini qo'g'dab qilish uchun Uyg'urlarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashi, Uyg'urlarga yordam qilish kerak. Uyg'urlar eng og'ir kunlarni beshidan o'tkazayotganda men sobiq bosh ministr Ahmet Davutoğlu'ning o'rinbosari edim. U vaqtda biz Uyg'ur turklarining Turkiyaga kelishiga qulaylik yaratib bergan edik. Bu bizning burchimiz edi. Chunki Uyg'ur turklari bizning qon qarindoshlarimiz. Biz ot yurtimiz bo'lgan Sharq Turkistonga bo'lgan burchimizni ado qildik deb o'ylayman. Bundan keyin Turkiya parlamentida burchimizni ado qilishga tirishimiz. Turkiya parlamentida ikki partiyaning parlament a'zolarining guruhi mas'ul bo'lish sifatim bilan Sharq Turkiston xalqining ovozi va vijdoni bo'lishni davom qilaman. Biz Uyg'ur qarindoshlarimizga yordam qilgan har qanday davlat va shaxslarga ularning qaysi millatdan yoki qaysi dindan bo'lishiga qaramay rahmat aytamiz ham ular bilan hamkorlashamiz. Bu qatimqi parlament a'zolari saylimida Kelajak partiyasidan 10 nafar, Rafah partiyasidan 10 nafar bo'lib, jami 20 nafar parlament a'zosi saylanib parlamentda o'rin egallagan hamda mazkur ikki partiya birlikda Turkiya parlamentida guruh qurgan. Selçuk Özdağapandi bo'lsa mazkur guruhning mas'uli bo'lib tayinlangan. Selçuk Özdağapandi peshqadam siyosatchi bo'lib, u burun va hozir Turkiyani idora qilayotgan Adolat va Taraqqiyot partiyasining muavin raislik vazifasini o'tagan. 2019-yili sobiq bosh ministr Ahmet Davutoğlu bilan birlikda mazkur partiyadan ayrilib Kelajak partiyasini qurgan edi.
Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan hafta Amerikaning Utah shtatidagi bir iyon to'plash faoliyatiga qatnashganda qilgan so'zida navbatda Xitoy iqtisodi duch kelayotgan xiristni qarallik bomba deb ta'riflagan. Amerika taratqullarining aytishicha, bu prezident Bidenning hozir qadar Xitoy qaratgan shiddatli tanqidlarning ichida Xitoy iqtisodi duch kelgan xiristning jiddiyligini tunji qitim eng keskin so'zlar bilan ifodalash ekan. Prezident Biden so'zida Xitoyning xiristga duch kelganligini, chunki uning iqtisodining o'sishi ostilab, ishsizlik nisbatining oshganligini bildirgan. Washingtondagi To'pilik gazetining aytishicha, prezident Biden Utah shtatida qo'llag'uvchilari qilgan so'zida Xitoy nurg'un jihatlardan bir qarallik bomba degan. Uning aytishicha, Xitoyning bu ahvolga tushib qolishi yaxshilikning bishorati emas. Biden mundaq degan: ular qiyinchilikqa duch keldi. Bu yaxshi ahvol emas. Chunki nachar odamlar qiyinchilikqa duch kelsa, nachar ishlarni qiladi. Amerika taratqullari prezident Bidenning so'zi Amerika hukumat amaldorlari yaqinqi mezgillardan beri ikki davlat orasidagi jiddiylikni pasaytirishga tirishayotgan bir vaqtda Beijing bilan bo'lgan jiddiylikni tiqim kuchaytirish xavfi paydo qilganligini bildirishmoqda. Prezident Biden tiqi o'tgan haftaning boshlarida ma'mur buyruq e'lon qilib, Amerika mablag' solg'uvchilarining bir qism Xitoy texnologiya sohalariga mablag' silishini cheklagan. Ma'mur buyruqda bu sohalardagi Amerika mablag'ining Xitoyning harbiy va istixborot programmalarini ishlatilish mumkinligi bildirilgan. Lekin bu prezident Bidenning tunji qitim Xitoyni oshkora ayblishi emas. U bu yil 7-oyda Kaliforniya shtatida olib borgan bir qatimliq iyon to'plash faoliyatida Xitoy josuslik havo sharining etib tushirilish voqeasini tilga olib, Xitoy rahbari Shi Jinpingni diktator deb ko'rsatgan. Prezident Biden diktatorlar uchun aytganda nima ish bo'lganligini bilmaslik cho'ng satchilik hisoblanadi degan edi. Pokistondagi Chaqmoq xabar munbiri gazetining yaqinqi sonida pokistonlik siyosiy analizchi doktor Tasif Ahmadxonning Balochistonning mahrumlik tuyg'usiga kunsiri kuchayotidi temisidagi obzori e'lon qilingan bo'lib, uningda Gvadar portining yasalganligiga qarshi Balochiston xalqining noroziligi alohida o'rin oldi. U bu vaqtdagi masalalar to'g'risida to'xtalib, mundaq yozgan: 2013 Pokiston Xitoy bilan tuzilgan kelishim bo'yicha Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori planini amalga oshirish uchun ish boshladi. Bu plan bo'yicha Gvadarni Qashqarga tutashtiradigan yo'l yasaldi. Gvadarga zamonaviy port qurildi. Tez suratli yo'llar yasaldi. Biroq mustaqil bexatarlik tekshirish punkti ta'sis qilish yerli xalqda norozilik paydo qildi. Xitoy-Pokiston iqtisod koridori nomidagi 65 milliard Amerika dollar qiymatidagi iqtisodiy kelishimda Qashqarni Pokistonning Gvadar portiga bog'lash muhim bir qadam bo'lib, har qaysi axborotlarda bu hol Pokiston iqtisodidagi taraqqiyot sifatida ko'plab tashviq qilingan. Biroq ba'zi tadqiqotchilar bu planning Pokistonni qarzga bo'g'ishdan boshqa bir foydasi yo'qligini ta'kidlayotganligi ma'lum. Jumladan, Balochiston xalqi bu qurilishning Balochi xalqiga hech qanday iqtisod manfaat elib kelmaydiganligini markaz qilgan holda Gvadar port qurilishiga qattiq norozi bo'lib kelgan. Obzorda aytilishicha, Kishilik huquq komiteti vakillar o'miga Gvadar va uning atrofidagi rayonlarni ziyorat qilib tekshirish olib borgan. Bu vakillar o'migining a'zosi Husayn Naqining bildirishicha, Turbat shahriga kirganda 10 necha bexatarlik tekshirish punktidan o'tishga to'g'ri kelgan. Axborotlarda bildirilishicha, Balochiston xalqi Gvadar portining qurilishiga qarshi chiqqan bo'lib, ilgirki yillarda Gvadar portida ishlayotgan Xitoy ishchi va injenerlar qurolli hujumga uchragan. Shuningdek, rayondagi Xitoy ishchilarini qo'g'dash uchun Pokiston hukumati yo'llarga tekshirish punkti qurib, kishilarning salohiyat guvohnomasini tekshirish orqali o'tadigan holat shakllantirilgandan keyin yerli xalq bunga norozi bo'lgan. Jamoat Islom partiyasi Balochiston sho'bisining bosh kotibi Hidoyat Rahmon buningga norozilik bildirib bayonot e'lon qilgan. U bayonotda Kuhat va Jehlum rayonlaridan kelgan amaldorlarning yerli kishilardan salohiyatini so'roqlash huquqi yo'q. Oilamiz necha yuz yildan buyon baliqchilik kasbi bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsa-mu, hozir baliqchilarning Gvadarda baliq tutishi cheklandi. Biroq chet elliklar, ya'ni Xitoylar yuqori texnikalar saplangan zamonaviy kemalar bilan baliq tutish orqali dengizni xo'rtatadi degan. Maqolda ko'rsatilishicha, Pokiston hukumatining Balochiston xalqining irodasiga qarshi bir qism qarorlarni elishi Balochistonda vaziyatni tixim yomonlashtirib o'tgan. Federativ hukumat yerlik baliqchilarning bir qism talablarini qabul qilgan bo'lsa-mu, Balochistonda kishilarning izdereks yo'qolib ketishi, Balochi yoshlarning ishga o'rinish fursatidan mahrum qilishi, boshqa o'lkalarda o'qiyotgan Balochi o'quvchilarning o'qish sharoitidagi nacharlik degandek masalalar Balochiston xalqida mavjud bo'layotgan mahrumlik tuyg'usini tixim kuchaytirishga boshlagan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.